Amerika Federatsiya Tekshirish idorasi tarafidan e'lon qilingan bir hujjatda Xitoy hukumatining odam va tor hujumi orqali Amerika va Yevropada yashaydigan Uyg'urlarga va Xitoydan kelgan boshqa o'qituvchi va osonliq millat to'piga besim va tahdid solganligi o'tirib qo'yilgan. Hujjatda Xitoyning maqsadining Xitoy sirtida yashaydigan kishilarni jim quturish va o'qituvchilarni bostirish ekanligi ta'kidlangan. Amerika hukumati Eronlik 4 nafar axborot xodimining bir amerikalik muxbir va kishilik huquq faoliyatchisini tutqun qilganligi va boshqa davlatga Eron o'qituvchilarini parokanda qilganligi uchun jazo yurgizishni qaror qildi. Eron Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Xatibzoda axborot e'lon qilish yig'inida Washington embargo yurgizishdan boshqa tanlashi qolmaganligini bilib yetishi hamda bayonotida va harakatida Eronga hurmat qilish kerak dedi. Qozog'iston prezidenti To'qayev Qozog'iston mustaqilligining 30 yilligini tabriklash faoliyatida xalqqa so'zlagan nutqida Qozog'istonning O'rta Osiyodagi rahbarligini kuchaytirish va dunyo iqtisodiyotidagi o'rnini mustahkamlash uchun tirishadiganligini e'lon qildi. Afg'onistonda Panjshir o'lkasining Peryan rayoni Talibanlarning kontroliga o'tdi. Yerlik taratqular bu g'alabasini tabriklayotgan Taliban a'zolarining havoga o'q etishi sababli 17 kishining qazo qilganligi va 41 kishining yaralanganligini e'lon qildi. Azerbaycan Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Leyla Abdullayeva Rossiyaning davlat ig'dorchiligidagi bir to'rbetda Nagorno-Qarabaq Jumhuriyati iborasini qo'llanganligi uchun diplomatik yo'llar orqali Rossiya tarafga norozilik bildirganligini aytdi. Türkiye Devletlik Ayollar Voleybol Komandası 2021 yıllık Yevropa Ayollar Voleybol lavha talashish musobaqasining yarim hal qilg'uch musobaqasida Serbiya komandasiga 3-1 yengildi va 3-o'rindagi Gollandiya bilan musobaqalashdi. Turkiya 3-0 natija bilan Gollandiyani mag'lub qildi va mis medalga erishdi. Ida qora bo'roni Amerikada zo'r buzg'unchilik paydo qildi. Bo'ron chapqinda hayotidan ayrilganlarning soni 63 ga yetdi. Soatlik sur'ati 241 kilometrga yetgan bu bo'ron oldi bilan Luisiana dengiz qirg'oqiga ta'sir qildi. Keyin u New York, Yangi Jersey va Pensilvaniya qatorliq joylarga hujum qildi. Nurg'un uylar vayron bo'ldi, ko'chalarni suv besib ketdi, daraxtlar o'rilib tushdi, qatnash palach holga tushib qoldi. O'zbekiston poytaxti Toshkentda Islom taraqqiyot bankasining yillik yig'iniga qatnashayotgan Turkiya xazina va moliya ministri Lutfi Elvan O'zbekiston moliya ministri Eshmetov bilan ko'rishdi.